tinchgina uyda bekor yotdim. Qayerdan ham shu Robiya targetologga target yoqtirdim. Qo'limga tegmay ishga ulgurmay qoldim. Sizning ham sotuv bo'limingiz bor, ya'ni shaxsiy biznesingiz bor, lekin sotuvingizda juda ham sifat past, mijozlar soni kam. Bunday holatlarda men sizlarga Robiya targetologni tavsiya qilaman. Target xizmatini yoqtirishingizni tavsiya qilaman. O'zim ham boshida ishonmagan edim bu narsaga. Pul tashlab bering kartaga, target yoqamiz, so'ngra ishni boshlaymiz deganda ishonmagandim. Lekin hozir mana target yoqtirib, umuman telefonga javob berishga ulgurmay qoldim. Ishlarim soni sezilarli darajada oshdi. Tavsiya qilaman, ishonarli ekan. O'zim foydalanganim uchun, ishonarli bo'lgani uchun sizlarga ham tavsiya qilyapman. Oldin targetsiz ishlab yurganman. Mana bunaqa damazlarning orqasiga reklamalar qo'yib, Instagramga, shaxsiy kanallarimga qilgan ishlarimda reklamasini qo'yib yurardim, lekin baribir target ekanda. Robiya targetolog mana Instagram kanallarini ham qoldiraman. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, ishonarli xizmatlar mana shu Instagram profiliga o'tib, bemalol directga murojaat qilishlaring mumkin. Salomat bo'lasizlar.